Ya'ni jinsiy holati kichkinaligi uchun ajrashib ketganman. Bolasi ham bor ekan. Kecha bitta bemor keldi, jinsiy holati kichkina ekan, katta qilish uchun keldi. Keyin so'radim, nimaga endi katta qilmoqchisiz? Unchalik kichkina emas u dedim. Sabab turgan payt 10 sm ekan. Endi bizda kitobda 7 sm dan kichkina bo'lsa mikropenis deyiladi. O'shaning uchun 10 sm ekan, unaqa kichkina emas ekan u dedim. Deganimda keyin aytdi, shu narsani deb xotinim bilan ajrashib ketganman dedi. Ya'ni jinsiy holati kichkinaligi uchun ajrashib ketganman. Bolasi ham bor ekan. Ajrashib ketganman dedi. Dodi ozroq qiziq bo'ldi o'zimga. Keyin bolalarga aytdim, chiqib turinglar, akani o'zi bilan gaplashamiz dedim. Sabab bu yerda psixologik faktor asosiy narsada biz doktorimiz bemorni faqat davolash emas, uni ruhiyatini ham ko'tarib berishimiz kerak. Hali aka balki o'yladim, shu boshqa narsani deb ajrashgan bo'lsa ham, aka miyasiga shu jinsiy holatim kichkinaligi uchun ajrashdi deb o'ylagan narsa bo'lgan bo'lsa, shu ruhiyatini ko'tarish uchun, gapirish uchun so'radim. Uzr, endi oilaviy narsangiz, so'rashga majbur bo'laman dedim. Shu ruhiy holatingizni bilish uchun dedim. Balki bu narsa sabab Mastur aka jinsiy holati kichkinaligi sabab Mastur ajrashganingizga dedimda. Deganimda keyin aytdi, "Yo'q, aynan shu sabab" dedi. "Qayerdan bilasiz?" dedim. Deganimda shu jinsiy holat kichkinaligi haqida bir ikki har xil gap so'zlar bo'ldi, o'rtamizda kelishmovchiliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi dedi. Telefonda gaplashganda ham shu bab meni erim kichkinada, bab qoniqtira olmaydi, shuning uchun gaplashaman, boshqa degan gaplar bo'lgan. Keyin o'zi boshqasini ushlab olgandan keyin ham shali ayoli bilan nimaga xiyonat qilding deganda, hamma narsani yetkazib beryapman u. Nimaga xiyonat qilding deb hali urishganda, sen kichkina seniki. Kichkina, sen to'ydirib qo'ymagansan. Shuning uchun men o'zimga to'yadiganni istadim deganda, akaga o'tib ketgan. O'tib ketib keldi kecha, keldi, gaplashdim, g'alati bo'lib ketdim to'g'risi. So'raganim gap chiqib bordim. Xatdan ham so'radim dedim. Yarasini yangilab qo'ydim dedim. Bo'ldi aka dedim, katta qilib beramiz, operatsiya qilib katta qilib beramiz, yo'li bor dedim. Menimcha endi hali ayollarga nisbatan umuman ishonch qolmaydi-da akada. Ne to'g'ri ayollarga nisbatan, o'zi hayotga nisbatan ham ishonchi, qiziqish qolganiga malades shunchalik. To'g'risi g'alati bo'lib ketdim. Shu arzimaydi-da menimcha. Ozgina sabrli bo'lish kerak-da odamlar. Shu narsa vaqtinchalik kayf beradigan narsa arzimaydi.